Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men O'tkir Po'latov, sizlar YouTube kanal O'tkir Po'latov kuzatyapsizlar. Bugungi videomiz hammani bezovta qilayotgan RKL Reyestr kontroлируемых лиц. Rossiya territoriyasida ishlab yurgan akalar, ukalar, opalar, singillarga tegishli bo'ladi. Reyestr haqida video qilishimdan maqsad bu reyestr mavzusi bizning oilamizga ham yetib keldi. O'zimning otam reyestrga tushib qolgandilar. Shu maqsadda reyestrni o'rganib chiqib, otamni reyestrdan chiqarish uchun yugur ishlari bilan bandman hozir. Qarangki, bunaqangi dardda chalinib yurgan yurtdoshlarimiz juda ko'p ekan. Shu tufayli mana shu mavzuga video qilishga qaror qildim. Bu video bir qismdan emas, 4-5 qismdan iborat bo'ladi. Bugungi qismida konkretno reyestr nimaligi haqida gaplashib olamiz sizlar bilan. Keyingi qismlarida otaxonni reyestrdan chiqarish jarayonini men sizlarga ko'rsatib borishga qaror qildim. Sababi bu tema, bu mavzu, bu aytaylik qonunchilik ko'p odamlarga tegishli. Ko'plar hozir shu muammoda yurishibdi. Ko'plarning dokumenti imенно reyestrda. Так что reyestrga tushganlar hammalaring marhamat, sizlardan bitta like, biz videoni boshladik. Поехали. Yo, sizlar bilan O'tkir Po'latov. Kanalga obuna bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Muhimi o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Reyestr o'zi nima qaytadan kelib chiqdi? Xabarlaring bor. 2025-yil qonunchilikka boy yillardan biri bo'ldi. O'rta Osiyolik muhojirlar, O'rta Osiyolik yurtdoshlarimizni ko'plariga Rossiya territoriyasida allaqancha yangi narsalar o'ylab topildi. Birinchisi bu sim kartani olishda, daktiloskopiyadan o'tish, karta ochishda, отпечатка topshirish, meditsina topshirish, patent, dogovor, трудовой договор, yoki reyestr masalasiga tushib qolganlar. То есть yangiliklar juda ko'p. Oldin Rossiyaga ishlagani kelib, 2-3 oy ishlab, pulli qilib, patentga pul ishlab, granicsani vizitib, пересекать qilib, boshqa sel vyezda работаga almashtirib, keyin kirib, patent qilib, bemalol ishlab, pul qilib yurgan yurtdoshlar hozir u sistema ish bermayapti. Hozir ko'rib turibsizlar, что kim agar частный bilan kelgan yoki aytaylik biznes yoki boshqa sel bilan uchoba bilan kelib 3 oy ishlab turib, keyin kirdi chiqdi qilib, rabota qilib, patent topshiraman deb reyestrga tushib qolyaptilar. O'zimni otam ham xuddi shunday situatsiyaga tushdilar. Hech qanday qonunbuzarlikka yo'l qo'yganimiz yo'q. Bizning maqsadimiz видно жительствоga topshirish edi. Keldilar biznes maqsadda 3 oy yurdilar. 3 oydan keyin kirdi chiqdi qilib, rabota qilib, dokumentlarni patentga topshirdik. 2 kun o'tmasdan telefon blokировать bo'ldi, keyin karta blokировать bo'ldi, keyin bilib chiqsak, tekshirib ko'rsak, reyestrga tushib qolganlar. Hozir mana reyestr masalasida juda ko'p joylarga murojaat qilib bo'ldim o'zi. Reyestr masalasida katta saytlarni o'rganib chiqdim. Reyestr masalasida yuristlar bilan maslahatlashdim. Reyestr masalasida FMS ga borib, o'sha FMS xodimlari, inspektorlar bilan, kerak bo'lsa начальник politsiya bilan maslahatlashib, hamma kerakli informatsiyani oldim. Reyestr o'zi nima? Hurmatli yurtdoshlar, xabarlaring bor. Rossiya hozir tashqarida munosabatlar yaxshi emas ko'plar bilan. Shuning uchun ham ichkaridagi kontrol, ya'ni ichkaridagi tizimni juda ham qattiq qo'lga olishgan. Qattiq kontrol qilishadi, qattiq tekshirishadi, qattiq so'rashadi. Imенно dokument. Reyestr bu birinchi очередda qonun buzish yoki yo'l yo'riq qilib yurgan odamlarga tegishli. Hozir bitta maqsadda kelasiz, bitta dokument topshirasiz, o'sha dokument bilan 1 yil yurasiz. Boshqa yo'li qolmadi. Reyestr qilishdan maqsad dokument mavzusida aytaylik ilonga o'xshab har xil teskiklardan o'tib, studentskiy qilib, uchoba qilib, kirdi chiqdi qilib, bir balo qilib, patent qilmasdan ishlab yurgan odamlarni kerak bo'lsa shularni qolipga solib qo'yish. Reyestr bu yomon narsa emas, reyestr bu yaxshi narsa ham emas. Reyestr bu ruslarning ichki ishlari o'ylab topgan konkretno tizim. Bu yerga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Bu yerga tushmaslik uchun bir marta kirganingizda srazu patent qilib kiring. Agar ishlagani kirgan bo'lsangiz, yoki uchobaga kirgan bo'lsangiz, srazu uchoba qilib kirib, o'qishga kirib, dokumentingizni 1 yillik qilib oling. Yoki rabota, patent qilib 1 yillik qilib oling. Mana shu ikkita yo'l qoldi xolos. 3 oyga kirdi chiqdi qilib, tez borib kelayotganlar, iltimos sizlarga maslahatim bu narsani esdan chiqaringlar. Потому что bir marta 3 oy yurib, 3 oy registratsiya qilib, borib qaytib kelib, patentga topshiraman yoki uchoba qilaman deb hamma reyestrga tushyapti.
Birinchi sababi bu 3 oy yurib, keyin dokument qilaman deganlarga. Bu vaqt o'tib ketdi. Ozgina qarzdor bo'ling, ozgina tam qiynaling, srazu работа yoki uchoba qilib kelib, 1 yillik dokument qilib oling. Ikkinchi sababdan reyestrga tushganlar bu qarzdorlar. Ko'planib aytaylik, registratsiya продлениyaga pul to'lamaganlar ko'p. Ular ham tushib qolgan srazu reyestrga. Hozir bilasizlar, xabarlaring bor, registratsiya продление qilsangiz, gosusluga orqali 500 rubl, 1000 rubl to'lovlari bor. O'sha to'lovlarni qilmaganlar ham avtomatik reyestrga tushadi. Uchinchi sababi reyestrga tushishi bu registratsiyani noto'g'ri joyga ko'rsatib, Aminada. Yashaydigan joyingiz boshqa joy bo'lsa, programma tekshiradi reyestrni, endi Aminanida kim qayerda dam olyapti, kim qayerga o'zini ko'rsatdi-yu, место сна и отдыха degan joy bor. Kim qayerda Aminada registratsiyasini ko'rsatdi-yu, 2 kundan burun boshqa joyda fakticheski telefonida bilib turibdi geolokatsiyasi. Fakticheski 2 kun boshqa joyda nочевать qilsa ham avtomatim programma reyestrga tashlab qo'yibdi ekan. Endi bilmadim, bunaqa ketishda reyestr qanchalik to'lib ketadi. Juda ham ko'p to'lib ketadi. Reyestrga tushganlar keyinchalik dokumentini legalni to'g'rilay oladimi? 2025-yil may oyigacha reyestrdan chiqish oson edi. 2025 maydan keyin buyog'iga reyestrdan chiqishi umuman iloji yo'q, prakticheski. Faqat bitta yo'li bor. Aytaymi qaysi? Точно aytaver. Sizdan bitta like va kommentariy, keyin men sizga aytaman. Reyestrdan chiqishi bitta yo'li bu chiqib ketish Rossiyadan. 2-3 oyga chiqib ketish. Eng toza, eng arzon, eng muammosiz yo'li. Hozir mana ko'p yurtdoshlarimiz bilan gaplashyapman. Yurtdoshlarimiz reyestrdan chiqish uchun pul berarmishlar kimdirga. Qanaqadir tanishlari nimadir va'da qilarmish. Qanaqadir kompaniyalar tam studentskiy bilet yoki tam aytaylik patent qilib beraman, reyestrdan chiqarib beraman, blok bo'lib qolgan pulingni yechishga yordam beraman deb odamlardan pul olib xizmat ko'rsatyapti ekan. Aziz yurtdoshlar, unaqa xizmat yo'q. Kerak bo'lsa MVDda ishlaydigan начальник politsiya ham shu MVDni bazasiga dostupi bor odam ham o'sha narsani yecha olmaydi. Reyestrni o'ylab topgan odamlar u Moskvani отдельно bitta upravleniyasi ushalab boshqaradi xolos. Boshqa hech kimda reyestrdan chiqarish haq-huquqi yo'q. Reyestrdan chiqib ketish uchun granitsadan chiqib ketish kerak. Rossiyadan chiqib ketish kerak. Rossiyadan chiqib ketsangiz reyestr обновление bo'ladi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun kim agar reyestrdan chiqa olaman, dokument qilaman, yoqqa boraman, bu yoqqa boraman deb yurgan bo'lsalar, maslahatim lучше granitsa перескать qilib chiqib ketib Rossiyadan 20, 30, 40, 50 kun yurib, mana hozir mana 2025-yil oxirida turibmiz. 26-yildan sistema обновление bo'ladi. Hamma reyestrdagilarga maslahatim 20-30 kunga chiqib ketib, qaytib kirishingiz. Yilning boshida o'sha dokumentni to'g'rilab olish imkoniyati bor. Endi reyestrdan chiqqanlar bor, yo'q emas. Ular student yoki ularning трудовой договор bor, yoki ular patent to'lagan, yoki ular registratsiyasi bor, daktiloskopiyasi bor. Hamma dokumenti bor, nimadir sababdan reyestrga tushib qolishgan. O'zi yashayotgan joyi MVDsiga murojaat qilsa, reyestrdan chiqarib berdi. Bunaqa holatlar ham ko'p emas, bor. Agar siz reyestrga tushib qolib, reyestrdan chiqqan bo'lsangiz, yo'l yo'rig'ini 100% o'zingiz bajargan bo'lsangiz, iltimos kommentariyada o'z hikoyangizni, o'z holatingizni yozib ko'rsating. Biz siz bilan bog'lanib harakat qilamiz sizdan intervyu olishga. Потому что reyestrdan chiqqan odamlar bizga juda ham bebaho hozir, ularning maslahati, ularning opiti, ularning aytaylik bosgan yo'li. Kim reyestrdan chiqqan bo'lsa, hammalaringni kommentariyada hikoyalaringni o'qib chiqishga tayyorman. Endi qarang, maqsad nima o'zi bu reyestrni taxlashdan? Mana kecha otamning reyestrining dokumentlari hammasi qo'limga berildi. Mana qog'oz ekranda ko'ryapsizlar. 3 ta qog'oz chiqarib berdim menda MVDdan. Mana shu otaxon reyestrga tushgani haqida. U yerda ko'rsatilganki, что reyestrga tushgan muhojirga, ya'ni ki иностранецga xizmat ko'rsatish yoki ham boshqa biror narsa sotish qonunan taqiqlanadi. Agar firmalar reyestrga tushgan insonlarga xizmat ko'rsatsa, mana qog'ozda ko'rsatilgan qancha shtraf bo'lishi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. 100 ta muhojir reyestrga tushdi. MVDga bundan foyda bormi? Yo'q. 100 ta muhojir SIM karta olgan, 100 ta muhojir bankdan karta olgan. MVDni bankdan va SIM kartani kompaniyasi, misol NTS yoki Megafondan qonun borasida shtraf qilishga haqqi bor. Ya'ni ki MVD yoki Rossiyaning tizimi
odamlarni reyestrga tushgandan keyin banklarni yoki sim karta xizmatlarini yoki universitet, kollejlarni tekshirib, bank, universitet, kollej yoki sotli svязьlarni, megafon, MTSlarni shtraf qilish bilan ovora. Faraz qilyapsizmi? Bu yerda siz o'rtada MVD, bu yerda bank, universitet, kollej yoki tam sotli связь. Siz reyestrga tushib qolyapsiz MVDga, MVD sizdan emas, bulardan so'rayapti. Sen nimaga bularga xizmat ko'rsatyapsan? Shuning uchun ham reyestrga tushgan odamni birinchi navbatda telefoni blok bo'ladi. Ikkinchi navbatda kartasi blok bo'ladi. Ya'niki sotli связь bilan bank u odamlarni nomidan u odamlarga xizmat ko'rsatib shtraf to'lash niyati yo'q. Endi bunday olib qaraganda muhojirlik muammosini bular ish beruvchiga, bankka, universitetga, sotli связи zimmasiga yuklab qo'yishdi. Muhojirdan 2000 rubl shtraf olsa, bankdan 40 000 rubl shtraf oladi. Muhojirdan 500 rubl shtraf olsa, universitetdan 70 000, 80 000 shtraf oladi. Shuning uchun ham hozir Rossiya territoriyasida qiyin. Imенно aytaylik ekonomiya tarafdan hamda. Ekonomiya o'zbekchasiga qanday bo'ladi? Iqtisod. Rossiya davlatining iqtisodi og'ir holatda. Har bir odam, har bir kompaniya, har bir ishlab chiqaruvchi kaznaga, ya'niki davlat hisobiga pul berishini xohlashyapti. Bu pul bilasizlar qayerga ketadi, nima qiladi, bular o'zi biladi. Shuning uchun ham shu maqsadda har xil yangi pul terish tizimlari o'ylab topilaveradi. Bu narsa bilan qarshi kurashib yotmang. Bu narsani sotib olishga yoki birovga pul berib hal qilishga harakat qilmang. Keyingi videolarda men harakat qilib ko'rsatib o'taman. Qanday reyestrdan chiqish yo'li bor, qanday umuman qilmaslik kerak. No, men bu narsani ko'rsatishimdan maqsad manfaat, maqsad birovga foyda tegishi, maqsad shu bo'lib o'tayotgan, ya'niki boshimizga tushgan muammolarni yechimini topganimizda prosta yaqinlar bilan bo'lishish. Aziz yurtdoshlar, mana shu video 1000 ta like yig'sa, keyingi videolarimda otaxonni reyestrdan chiqish jarayonini hammasini ko'rsatib boraman. Holi chiqarganim yo'q. Xabar topganimga bir kun bo'ldi. Kecha topdim xabar. Kecha bu haqida yugurdim, bugun bu haqida yugurdim. Mana bugun uyda o'tirib sizlar bilan shu muammoni bo'lishga harakat qildim. Еще kommentariyada biror kim yurtdoshimizni misoli yoki hayotida bo'lgan opitidan kelib chiqib otaxonni reyestrdan chiqarish niyatim bor. Mana sizlardan yordamim, iltimos variantlaringni reyestrdan chiqargan odamlar ko'radigan bo'lsa agar yozib o'tinglar, biz reyestrga tushgan odamlarga foydasi tegadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha 1000 ta layklardan mendan esa reyestr mavzusini kengroq, chuqurroq, tushunarliroq, osonroq qilib ochib berish, чтобы sizlar reyestrlarga tushib yurmasliklaring uchun. Hammalarga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.